Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar, hurmatli podpисчикларimiz. Bugungi videomizda Besun Buxoro avtosalonidagi Besun T77 modellarini xarakteristikasi qisqacha hamda to'lov usullari, grafiklari va eng qizig'i bonuslari bilan bitta obzor qilamiz. Videoni o'tkazib yubormang. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 1.5 turbina dvigatel, 169 ta ot kuchi, undan tashqari uzunligi 460 metr bo'ladigan avtomashinani siz aynan Besun Buxoro avtosaloniga kelib, avtomashina bilan tanishib, test drive qilib ko'rganingizdan keyin chegirmali, ya'ni oyning oxirigacha amal qilayotgan 27 million so'mlik chegirmada bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Qarshingizda demak Besun brendini T77 luxury pozitsiyasi hamda T77 premium pozitsiyasi. Biz oldingi videolarda qisqacha tushuntirib o'tib ketgandik. Ushbu ikkita pozitsiyani, komplektatsiyani farqlarini hozir yana bitta qisqacha tushuntirib berib o'tib ketamiz. Demak, birinchi farqi Besun T77 luxury pozitsiyada 18 razmerli diska va protektorning qalinligi 55 bo'ladi. Ikkinchi premium pozitsiyasida esa diskasining razmeri 19, protektor qalinligi 45 bo'ladi. Bu birinchi farqi edi. Ikkinchi farqi luxury pozitsiyasida faqat 180 gradusli, ya'ni faqat orqa kamerasi bo'ladi. Premium pozitsiyada esa 360 gradusli krugovoy obzor qiladigan kamerasi bo'ladi. Bu ikkinchi farqi va eng oxirgisi uchinchi farqi luxury pozitsiyada faqat обычный cruise control, ya'ni qandaydir tezlikka chiqasiz, cruise controlni yo'qasiz, shu tezlikni sizni demak yo'lning oxirigacha ushlab ketadi va premium pozitsiyadagi cruise control bo'lsa adaptivniy bo'ladi. Samotarmajeni, polasa udержания, ya'ni polasalarni ushlash, o'z-o'zini tormozlash funksiyalari ham mavjud bo'ladi. Avtomashinamizda bor yo'g'i 3 tagina ana shu farqlar mavjud. Narxlardagi tafovut esa 6 million so'mni tashkil qiladi. Oldinlari avtomashinamizni chegirmada biz 258 millionga, 265 millionga ham sotdik. Avtomashinamiz hozirgi kunda o'zini tan narxi 305 million so'm va 311 million so'mni tashkil qiladi. Siz bemalol ushbu narxlarda kelib, rassrochka asosida ham xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'z tan narxini 24 oygacha bo'lgan muddatga bo'lib to'lash asosida olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda kim naqd to'lovda yoki avtokredit asosida xarid qilmoqchi bo'lsa, avtomashinalarimizga 40 million so'mgacha bemalol chegirma asosida olib ketishi mumkin bo'ladi. Va biz oyning oxirigacha qanday bonuslarni yo'lga qo'ydik? Avtomashinamizni endilikda kelib siz 278 million so'mga zavodskoy pod garantiya bo'ladigan propan gaz balon, undan tashqari parok, tonirovka, radiator setkalari bilan va poliklari bilan yana bo'lsin bitta antiradar 7700 ni ham qo'shib beramiz. Bunaqa imkoniyatlar faqat Besun Buxoro avtosalonida bo'ladi. Har doim narxini o'zi oxirida aytardik, lekin ko'pchilik mijozlarimiz talablariga binoan boshidan narxi, demak to'lov usullari haqida ma'lumot berib ko'rdik. Endi bitta xarakteristikasi haqida qisqacha tushuntirib o'tib ketamiz. Videoni boshida aytdik, 1.5 turbina dvigatel, 169 ta ot kuchi va salonning ichini bitta ko'rsating. Salon ichi sportivniy ko'rinishga ega bo'ladi. Ko'rinishidan juda agressivniy, derski ko'rinishga ega bo'ladi. Korobkasi 7 pog'onali Aisin, Audi kompaniyasiga tegishli bo'ladi. Motor bo'lsa Toyota Rush bilan bir xil, Toyota bilan savmesni FAW kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladi. FAW kompaniyasi bilasiz, Xitoydagi eng katta avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniya bo'lib hisoblanadi. O'z faoliyatini 1953-yildan boshlagan. Xitoydagi eng qimmat, eng premium segmentdagi avtomashinalarni bilasiz, bu FAW Group ishlab chiqaradi. Shulardan bittasi Besun hisoblanadi. Mana orqa qismini bitta ko'rsatib o'tamiz. Solishtirish uchun o'tirib ko'rsataman. Demak, bo'yimning uzunligi 1.75 sm. O'tirganda, oyoqlarni yozganda shuncha masofa qoladi. Orqa tomonda deflektorlari bo'ladi, zaryadchik portlari bor. Kattagina birinchi pozitsiyasida ham panoramli lyuki bo'ladi. Avtomashina xarid qilayotgan vaqtda nimalarga e'tibor berish kerak? Asosan 4 ta narsa. Birinchisi dvigatel, ikkinchisi uzatma qutisi, ya'ni korobkasi, uchinchisi kuzov, to'rtinchisi xadavoy. Xadavoy chassi ham oldin qismi nezavisimi, orqa qismi polunezavisimi hisoblanadi.
Oldin qismi MacPherson bilan jihozlangan, ya'ni alohida bo'ladi. Kuzov qismi. Avtomashinamiz 5 kishilik avtomashinalar orasida o'zini klassidagi kuzovi eng mustahkam avtomashina. Buni har qanday brendlar bilan solishtirib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Avtomashinamizning og'irligi 1 tonna 890 kg. Bu degani deyarli 2 tonna. Kuzov otsenkovkasi 68%. Biz avtomashinamizni kuzov qismiga 5 yil rasmiy kafolat beramiz. Bu nimasiga? Zanglamasligi uchun. Tag qismlarini ko'rishingiz mumkin. Hamma joyi plastik bo'ladi. Ya'ni kuzovga hech qanaqa siz suvda yurasizmi, yomg'irdami, qordami, kuzovga hech qanaqa zarar yetmaydi. Avtomashinamizning o'ziga rasmiy kafolati 3 yil yoki 120 ming kilometr. Zapchastlari mana o'zimizda bor. Texnik ko'riklari, servis masalalarini ham bemalol kelib rasmiy dilerlik markazimizga uchrashsangiz, xodimlarimiz qo'ldan kelgancha maksimum yordam berishadi. Va Besun Buxoro avtosalonda hali birorta avtosalonlarda bo'lmagan yangiliklar bizda endilikda telefon qilib, viziv qilib, demak servis xodimimizni uyingizgacha mashinangiz mabodo buzilib qolsa agar qanaqadir yordam kerak bo'lsa, o'sha joygacha chaqirtirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hech qanaqa mashinani haydab keling, olib keling, evakuator bilan olib keling degan gaplar bo'lmaydi. Bitta servisimizga telefon qilasiz, servisimiz sizga o'zini malakali mutaxassislarni yuboradi. Mashina qayerda buzilib qolgan bo'lsa, o'sha yerdan bemalol sizga xizmat ko'rsataveradi. Bitta bagaj qismini ko'rsatib o'tamiz. Bagaj qismi ham juda ham keng. Deyarli 600 litrli ob'yomga ega. Agar stenalarni orqaga yotqizsa agar 1600 litrli bagaj bo'ladi. Avtomashinamizni yoqilg'i sarfiga keladigan bo'lsak, 100 kilometrga 577 modeli xarakteristikasi bo'yicha 602 litr benzin sarflaydi. Shahar ichida o'zimizning sharoitda bo'lsa agar 7,5-8 litrgacha maksimum benzin sarflashi mumkin. Albatta bu sizni haydashingizga, manevringizga, yuradigan yo'llaringizga va hattoki benzin yoqilg'ini sifatiga ham bog'liq. Ya'ni siz agar sifatli yoqilg'i quysangiz agar sizga avtomashina benzin kamroq sarflaydi yokida probeg ko'proq beradi. Avtomashinamizni bitta passajir tomonidan ham ko'rsatib o'taylik. Elektrousilitilniy ruli bo'ladi. Bu degani gidravlikadan 17 marta yumshoq, tezlikni oshirgan vaqtingiz o'zi avtomatik og'irlashadi. Monitorlari bor, klimat kontrol zonalari bor va asosan yosh katta mijozlarimiz uchun nimasi qulay? Ko'p boshqa brendlarda hamma narsa sensor bo'ladi. Bu narsani yosh katta odamlar uncha yaxshi tushunmaydi. Natijada diskomfort yuzaga keladi. O'sha diskomfort bu T77 modelida yo'q. Mana bemalol knopka orqali boshqarsangiz ham bo'ladi multimedia zonasini yokida xohlasangiz sensor uchun ham. Sensor bilan ham bo'ladi. Start stopda yonadi, elektron ruchnik, avto holdlari ham bor. Demak, bu qisqacha obzor Besun T77 haqida edi. Kimga yana qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Menejerlarimiz sizlar bilan individual tarzda shug'ullanadi yokida avtosalonimizga kelib avtomashinalar haqida to'liq ma'lumot olishlaringiz mumkin bo'ladi. Bizning manzilimiz Buxoro shahar, xalq tili bilan aytganda Moshin bozorining qarama-qarshisida. Stora mashina bozori to'g'risida yoki Yandexga kirib Besun deb yozsangiz agar to'g'ri shu yoqqa olib keladi. Sizga yana qandaydir qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa agar shu videoni kommentariyasiga siz savollaringizni yozib qoldiring. Menejerlarimiz sizga albatta javob qaytarishadi. Ushbu videoni inomarkaga qiziqadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan da qiziqarli ma'lumotlar hali yana oldinda bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.